Davom etadi. Buxoro shahrida an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan yangi nafas umumxalq ommaviy yugurish marafoni bo'lib o'tdi. Erta tongdan minglab sportsevarlarni o'zida jamlagan musobaqa tafsilotlari muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Mamlakatimizning turli hududlarida sog'lom turmush tarzini targ'ib qiluvchi ommaviy sport tadbirlari davom etmoqda. Xususan, Buxoro shahrida o'tkazilgan yangi nafas umumxalq ommaviy yugurish marafoni doirasidagi EcoSafe Aral, o'quvchi yugur va talaba yugur marafonlari ana shunday tashabbuslarning yorqin namunasi bo'ldi. Erta tongdan mazkur sport tadbirida ishtirok etish uchun havaskor va professional ishtirokchilardan tortib 3000 ga yaqin o'g'il-qizlar start chizig'ida yig'ildilar. Marafon davomida har bir qatnashchi nafaqat yugurish, balki sog'lom turmush tarzi, ekologiya va do'stlik g'oyalariga ham hissa qo'shdi. Marra esa barcha uchun 3 kilometr etib belgilandi. Bugungi marafonimizda talabalarimiz, o'quvchilarimiz bilan bir qatorda ko'ngilli aholi vakillari ham ishtirok etib, jami 3000 nafar aholining ishtiroki ta'minlanmoqda va g'oliblar tegishli sovg'alar bilan taqdirlandilar. Turli guruhlarga bo'lingan holda tashkil etilgan marafonda dastlab EcoSafe Aral bosqichida bahs olib boradigan qatnashchilar startga chiqdilar. Shundan so'ng talaba yugur doirasidagi bellashuvlarga navbat yetib keldi. Unda ham ko'plab ishtirokchilar g'oliblik sari olg'a intilishdi. Ommaviy yugurish marafonining barcha toifalarida kechgan musobaqalar o'z nihoyasiga yetgach, tantanali taqdirlash marosimi ham bo'lib o'tdi. Unda sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritgan ishtirokchilarga tashkilotchilar tomonidan esdalik sovg'alari topshirildi. Men Alibek Abdullayev bugungi marafonda birinchi o'rinni egalladim. Bundan keyingi marafonlarda ham yaxshi qatnashmoqchiman. Bunaqa marafonlar ko'p bo'lish tarafdoriman. Ta'kidlash joizki, yangi nafas umumxalq yugurish harakati doirasida tashkil etilayotgan bu kabi ommaviy sport marafonlari jamiyatda jismoniy faollikni kuchaytirish, sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish hamda sport madaniyatini yuksaltirishga xizmat qilmoqda. Mazkur tashabbus orqali aholining barcha qatlamlari, ayniqsa yoshlar, o'quvchilar va bolalarni sportga keng jalb etish, ular o'rtasida sog'lom raqobat, ijtimoiy hamjihatlik va o'zaro hurmat muhitini shakllantirish maqsad qilingan.